Eng tez bilan xabar beraman. Bugun 17-may Zulqa'da oyining oxirgi kuni. Ya'ni bugun asr namozidan keyin Zulhijja oyi boshlanadi. U degani hayitga 10 kun qoldi degani. Agar siz qurbonlik qiladigan bo'lsangiz, sizga tirnoq olishingiz, soch olishingiz va yomon tuklaringizni tozalashingiz mumkin bo'lmaydi asrdan keyin. Bu bid'at amal emas. Umraga borib kelgan odamlar buni juda yaxshi biladi. To qurbonlik qilmaguningizgacha mana shu amallarni qilib qo'ymang. Agar qurbonlikni otanglar, onanglar qiladigan bo'lsa, ularga ham tezroq aytib qo'yinglar, tarqalishiga hissinglarni qo'shinglar. Bu bir. Ikkinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh yaxshi ko'radigan eng yaxshi kunlar bu Zulhijjani boshki 10 kuni degan. Ya'ni duolar tez ijobat bo'ladi, Alloh yaxshi ko'radigan amallar bor. Meni kuzatib borsangiz, mana shu 10 kunda sizga eng foyda bo'ladigan duolarni, sahih, to'g'ri bo'lgan amallarni duolasi o'rgatib boraman. Qurbon hayitiga ozgina qoldi. Tezroq yaqinlaringizga eng tez bilan xabar beraman. Bugun 17-may Zulqa'da oyining oxirgi kuni. Ya'ni bugun asr namozidan keyin Zulhijja oyi boshlanadi. U degani hayitga 10 kun qoldi degani. Agar siz qurbonlik qiladigan bo'lsangiz, sizga tirnoq olishingiz, soch olishingiz va yomon tuklaringizni tozalashingiz mumkin bo'lmaydi asrdan keyin. Bu bid'at amal emas. Umraga borib kelgan odamlar buni juda yaxshi biladi. To qurbonlik qilmaguningizgacha mana shu amallarni qilib qo'ymang. Agar qurbonlikni otanglar, onanglar qiladigan bo'lsa, ularga ham tezroq aytib qo'yinglar, tarqalishiga hissinglarni qo'shinglar. Bu bir. Ikkinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh yaxshi ko'radigan eng yaxshi kunlar bu Zulhijjani boshki 10 kuni degan. Ya'ni duolar tez ijobat bo'ladi, Alloh yaxshi ko'radigan amallar bor. Meni kuzatib borsangiz, mana shu 10 kunda sizga eng foyda bo'ladigan duolarni, sahih, to'g'ri bo'lgan amallarni duolasi o'rgatib boraman. Qurbon hayitiga ozgina qoldi. Tezroq yaqinlaringizga